Sinfdosh qiz, qora qosh qiz, bag'ritosh qiz. Xayrlashib ketayapmiz, ko'zda yosh qiz. Sinfdosh qiz, qora qosh qiz, bag'ritosh qiz. Xayrlashib ketayapmiz, ko'zda yosh qiz. Maktab qoldi ko'p sirlarga guvoh bo'lib. Gohi shodlik, gohi qayg'u, g'amga to'lib. İlk uchrashuv hamon mening yodimdadir. Ketayapmiz ko'ngil yig'lab, ko'zlari kulib. Azizlar, aziz Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani 12-umumta'limiy maktab bitiruvchilari. Sizlarni 25 yillik ajoyib yubiley bilan tantanali tabriklayman. Hammalaringizga sihat salomatlik, kasb-korlaringizga baraka, oilalaringizga totuvlik, farzandlaringizga kamolat tilayman. Yoshlik chog'lari, ayniqsa maktab davrlari bu eng go'zal, eng beg'ubor damlar. Mana shu beg'uborlik sizlarni bog'lab turganidan, mana shu beg'uborlik sizlarni bugun mana 25-bir sanaga, bir qanaqadir bir ajoyib bir yubiley davriga olib kelganidan men ham xursandman, sizlarni tabriklaganimdan. Azizlar, hammalaringizga omad tilayman, oilaviy baxt tilayman, kasb-korlaringizga, ijodlaringizga, hamma ishlaringizga yuksak rivoj tilayman. Omadli, baxtli, saodatli bo'linglar. Azizlar, bayram muborak bo'lsin, yubiley muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrdonlar, hurmatli muxlislar, yurtdoshlar. Barchalarni mana shu 25 yillik maktab bitirgan kuninglar bilan tabriklayman. Chilqamimdan hamma uyda yaxshi to'ylar bo'lsin. Hammaga sihat salomatlik, bolalariga, farzandlariga, nevaralariga, chevaralarga bosh bo'lib yuringlar. Yaxshi to'ylar qilinglar, borib xizmatda bo'linglar. Salom bilan Dilshod Rahmonov. Assalomu alaykum barcha yurtdoshlarga. Assalomu alaykum. O'rta Chirchiq tumanidagi 12-maktab bitiruvchilari va bitirganlariga 25 yil bo'lgan 1983-yilda tug'ilgan ukalarimizga, singillarimizga o'zim nomimdan, Sherzodbek ukamiz do'stimiz nomlaridan ushbu go'zal kun bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Nafaqat 25 yillik, balki 35 yillik, 50 yillik, 75 yilliklarni nishonlab yurish nasib qilsin. Maktab davrlari juda ham chiroyli, juda ham beg'ubor, juda ham sof va pok niyatli davrlarga tenglashtirsa bo'ladi. Sababi men ham eslasam, yodimda juda ham maktabda qolgan juda ham yoqimli xotiralar bor va maktabdagi do'stlar, sinfdoshlar juda ham vafodor bo'ladi. Ham qizlar, ham o'g'il bolalar juda ham vafodor bo'ladi. Har doim keyingi hayotda ham shunaqa vafodorlik, mehr, oqibat, muhabbat, farovonlik, barakot tilayman. Sog' salomat bo'linglar. Hammanglarni ushbu go'zal kun bilan chin qalbimdan tabriklayman. Boringlarga shukr, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Hurmat bilan Masrur Usmonov. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida 12-maktab 83-yilda tug'ilgan sinfdoshlar uchun tayyorladik. Chunki bularni mana bitirganiga 25 yil bo'libdi. Maktab deganda eng bolalikning qizg'in damlari, bolalikni haqiqiy yodga soluvchi shirin xotiralar, endi hayotingizdagi eng mazmunli, eng haligi nima deydi, olovli damlar desa ham bo'ladi. Shuning uchun sinfdoshlar, o'ylaymanki, hayotda ko'p do'st topasan, lekin sinfdoshlardaqa do'st topish juda ham qiyin. Barchalarni oqibatli bo'lib, uzoq umr, shunaqa yillarni nishonlab yurishlik nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hurmat bilan G'ayrat Usmonov. Avvalambor assalomu alaykum azizlar. Fursatdan foydalanib O'rta Chirchiq tumanida joylashgan 12-maktab barcha bitiruvchilarni mana bu yil maktab bitirganlarga mana 25 yil bo'libdi. Chiroyli raqam bo'libdi. Ilohim umringlar uzoq bo'lsin, ahilligiga ko'z tegmasin. Vaqtinglarga ota-onalar sog' bo'lsin. Mana shunaqa qadrdon do'stlar sog' bo'linglar, omad tilab qolamiz. Barcha bitiruvchilarni bugungi so'nggi qo'ng'iroq bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Nima deymiz? Faqat yaxshilik tilab qolamiz hammalarga. Doimo shunaqa ahil bo'lib yurishinglarni tilab qolamiz. Xudo xolasa yana 40 yil, 50 yilga do'stlar, sinfdoshlar uchrashuvlarda Xudo xolasa uchrash nasib qilsin. Hammalarga bugungi bayram bitiruvchilar kuni bilan 25 yil bilan bayram bilan tabriklaymiz. Hurmat bilan estrada xonandasi Umar Shamsiyev.